Avvalambor hammalaringizga shunaqangi chiroyli xonadonlarni, chiroyli remontlarni ota-onalaringizga qilib berish nasib qilsin. Aynan mana shu egalarimiz ham o'z otalariga shunaqangi chiroyli sharoit qilib beryaptilar. Men bo'lsa qilib o'tilgan ishlarni, qanaqa narsalarni qilganlarimizni birma-bir sizlarga sanab o'taman. Ko'rayotganlaringiz hozir bizga hol qismi kiraverishda birdan chap qo'lga qayerda mini prashniga o'xshagan joy qo'yganmiz. Ertaga mebellarni qo'yishadi va maydagina bitta sanuzul, lekin hamma sharoitlari bor. Dush kabinasi, tualeti, maydagina rakinasi, hamma sharoitlari bor. Isitish tizimlarini ham qo'yib berganmiz. Bu hol qismiga ertaga myaxga qo'yib turib, bemalol pastizenda o'tiradigan joy qismlar ham bo'ladi. Zal qismiga kiramiz. Bu yer bizga zal bo'lyapti. Zalga polni atachin to'qib berganmiz. Tiagalarga yopishtirib, hatto ikkita tiaganing orasida ham mana shunaqangi faktura berib chiqqanmiz. Birdan ungacha baholab keting, qanday chiqqan, lekin haqiqatda o'zimga juda yoqdi. Oralariga chunki oldin qilmasdik. Просто sepib tashladik. Hozir отдельно qilganimiz hisobiga biroz boshqacharoq effekt beryapti. Lekin yaxshi boshqacha chiqqan. Ishoning. Mana buni qarang. Mashallah. Haqiqatan lekin ko'z yayraydigan bo'lib turibdi-da. Bilmadim kameraga qanaqa ko'rinyapti, lekin kirganingizda ham mebellarni biz qilmadik. Biz polni faqat remontini qildik. Nu kirganingizda shundoq yaltiraydigan bo'lib turibdi-da. Ko'z quvonadi. Avvalambor hammamizga nasib qilsin shunaqangi farzandlar deydi-ku. Meva shirin, mevadan ko'ra danagining mag'zi shirin deyshadi-ku kattalarimiz. O'shaning uchun buvalarimiz ko'plari farzandlaridan ham ko'ra nabiralarini ko'proq yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun o'zlarining yaqinrog'ida bo'lishini istashadi. Shuning uchun shundoq yonboshda bo'lsa agar nabiralar uchun alohida sharoit qilib berganmiz. Mebellarni o'zlari nima qilganlar? Alohida yotoqlari, alohida shu shkaflari, alohida joylarini tayyorlab qilib berganmiz. Podключимon xizmatlarimiz bu yerda kvartira emas, hovli bo'lyapti. Hovlini bir qismini biz remont qilib berganmiz, lekin haqiqatan o'zimga juda yoqdi. Sizlarga ham shunaqangi podключ remont qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bo'lsa agar bu videoni yuborib qo'ying, like bosin, shundan ham yaxshiroq remontlarga yashash sizlarga nasib qilsin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar.